uyida qoshiq ushlashni bilmaydigan bolani unda idishni olgan paytda mana idishni olib turib, idishdan qaysi tomondan ovqat yeyishni bilmaydigan yoki ruchkada yozishni, ismini yozishni bilmaydigan odamga qanchalik qunt bilan narsa o'rgatyapsiz. U insondan umuman boshqa fikrdagi, boshqa xayoldagi, boshqa tarbiyali insonni yaralishida hissangiz qo'shasiz, to'g'rimi? Qanchalik qiyin shu jarayon. Bu narsani siz bilasiz. Endi siz o'zingiz bizni nazoratimizda shunaqa boshqatdan tarbiyalashingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Qanaqa bo'ladi? To'g'ri ovqatlanish rejimini yo'lga qo'yasiz. Eng asosiysi hayotingizga o'ta aktiv jismoniy aktivlikni olib kirasiz. Ertalab shu namozga qanday tursangiz, ertalab namozga qanday e'tiborli bo'lsangiz, xuddi shunaqa e'tiborli bo'lib ertalab shug'ullanasiz. Ikkinchisi, obeddan keyingi bo'ladigan kechqurunga ham vaqt topib turib, ertalab kechqurun 1 soatdan shug'ullansangiz, hayotingizga shunaqa tubdan o'zgarish kirib kelsa, inshaalloh yurish qoidasini yo'lga qo'ysangiz, bu narsa yaxshi ketadi. Katta protruzia grijalar yo'q sizda hali. Faqat funksional yetishmovchilik bor. Faqat o'sha jismoniy aktivlikni joyiga qo'yib, me'yorida yurib ketib mashq qilishni boshlab olish uchun bir kurs lechini olishingiz kerak. Chunki mana bu L5dan past qismdagi hamma joy blok bo'lib yotibdi. Bu joyda nervlar qisilgan, sizga yaxshigina ozor beryapti-da, shu narsani ochib olish kerak. Buning uchun bir kurs lechini olishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin boyagi tarbiyaviy soat bilan yaxshi shug'ullanib ketishingiz kerak.